ekan. Ko'ksaroyda chiqaverish ekan bu joylar manzil. Kanatkalar, bolovlar, chaqpalar hammasi bor ekan. Chaqpalar mana bityapti. Chaqpalarning bitish jarayoni. O'zi ozgina joyda qoldi. İşini bitarsak bitadi deyishdi. Lekin ancha narsalarni qo'shib qo'yibdi. Mana berdi. Mana usul. Mana bunga qaraydigan bolalarni joyi. Do'stlar, biz qaydamiz topinglar. Kerim bakalım. Ahmadjon. Hasanboka o'buding muxlislarga. YouTube'ga chiqamiz. Hasanboka. YouTube'ga o'buding muxlislar. Yo'q, qo'yma gapirishmayman. Ha. Ma Akmaljon akamni. Nariga chiqing, zo'r. Dam oladigan joy bo'lib tursa, maza qilasizlar. Mana. Yozgi kunda chiqish kerak, dam olish kerak. Hayotga bir marta kelamiz. Bir kundan achimamasa. Ha. Siz tasavvurlaringizda qanday bo'ldi? Bomba. Ana. Zo'r. Bu soy bor ekan. Soyga boraylik cho'milgan. Boshqa Oq kiyimni. Bu aynı chigiritga bu. Mana pacha usta. Ha, chiqdi, eshitdim. Ag'li quruq joylar. Rahmat. Tunga chiqib, bir tushib ketdi. Aparat joy bejon aka biladilar. Bunda qo'shqa TV pas ko'rindi. O'n bolamga chala yuribdi. Ismlari Rahmatullo aka. Ishlardan kutlasa shu turadi. Yine turib. Yo, pasta o'gi. Adrenalin bomba. Zo'r. Yo, mas hammani bir kishiga kuchi yetdi. Bir kishi hammaga basallaydi. Gökhan qocha o'ynayverasan deysiz-da. Mana sobra qattilar. Karimboka ehtiyot bo'ling mana da. Oybek tushasizmi? 15 ming? Har bir kishiga. Bir kishiga. Ha, bolalar ham bor ekan. Onu suv qaydan keladi? Qanaqa bitta bolangga kishi o'tirib o'tgan bo'ladi? Yo'q.
İngilizce kişi. Trabzon mu onu?